Translyatsiya bosh homiysi Engelberg. Sportxol saroyida 52 kilogramm vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi sharafini Jasurbek Latipov himoya qiladi. Final jangida u kubalik Yozbani Veyta bilan jang olib boradi. Hozir siz bilan birgalikda mana shu jangni tomosha qilamiz do'stlar. The judges are from USA, Korea. Eslatib o'taman, O'zbekiston terma jamoasi 4 ta finalchi bilan qatnashyapti. Bu o'ziga xos rekord hisoblanadi. Terma jamoalarimiz tarixida hozirning o'zida natijalar yuqori deb bemalol aytsak bo'ladi. Mana ikkita bronza medaliga bitta kumush medal qo'shilganini ham ta'kidlab o'tish kerak. Bu yog'i oltinga harakat. Birinchi bo'lib ringga Yozbani Veyta chiqib kelmoqda. Veyta bilan Jasurbek Latipov jahon boks seriyasida uchrashgan va imkoniyatni boy bergan. Mana endi revansh vaqti keldi. Veyta 26 yoshda ekanligini muxlislarga eslatib o'taman. Bu ham ancha tajribali bokschi. Lekin biz bugun asosiy e'tiborni Jasurbek Latipovga qaratamiz. 2013-yilda u Jahon chempionatida kumush medalni qo'lga kiritgan. 2011-yilda esa bronza medaliga sazovor bo'lgan. Uning kolleksiyasiga faqat oltin medal yetmayapti. To'g'rimi, Latipov hozir hamma undan oltin kutyapti. Endi oldingi janglardan xulosa qilib aytamizki, biroz endi ayyorlik bilan ham ishlashga to'g'ri keladi. Hujum qilish, zarbalar berish, yorqin chiroyli boks ko'rsatish yetarli emas ekan. Bu jangda endi Latipov ayyorlikni ham, qarshi hujumni ham ishga solishi kerak. Kubaliklar 7 ta vakil bilan finalda qatnashyapti. Bu eng yaxshi natija. O'zbekiston 4 ta finalchi bilan qatnashyapti. Qozog'iston 3-o'rinda 3 ta finalchini tayyorlagan. Shu chempionatda Jasurbek Latipov 52 kilogramm final. Yasar Chinar boshqaradi bu jangni. Turkiyalik referi. Hammamiz birgalikda Latipovga omad tilaymiz. Hozir bizning ko'magimiz terma jamoaga juda ham muhim, ishonchimiz va dalda berishimiz. Katta birinchi raund. Jasurbek Latipov final jangida oltin medal uchun kurashadi. Veytaga qarshi ikkita kuchli bokschining to'qnashuvi. Veyta o'ng qo'li oldinga chiqarilgan. Latipov esa aksincha chap qo'l oldinda, o'ng qo'l esa kuchli zarbani yo'llashga tayyor turibdi. Mana shu o'ng qo'lni birinchi bo'lib ishga soldi Latipov. O'ng qo'l yana kirib bordi. Yakka zarba bilan masofani qisqartirib, tanaga urinish chap qo'ldan. Yana chap qo'l bosh qismiga. Yaxshi seriya. Veyta hushyor tarzda ishlayapti. Shoshmayapti uncha kubalik. Latipov esa bu ham shoshayotgani yo'q, faqat ancha-muncha zarba berib qo'ydi jang boshidan beri. Hali bor kuchi bilan berayotgani yo'q. Ammo qayd etib qo'yapti, xuddi hozirgidek mana o'ng qo'lda. Oldi Latipov raqibini. Yaxshi hujum va chap qo'lda aniq zarba. Egiluvchanlik namoyish etdi Veyta. Hujum qilgani yo'q hali kubalik. Kutyapti nimanidir. Bu yerda endi Veyta
hujum tashkil etdi va jeb bilan kirib bordi. Mana shu narsadan bu yog'iga Jasur hushyor bo'lib turadi. O'ng qo'l yaxshi. Birinchi bo'lib zarbagacha ketyapti bu sinov muddati. O'ziga yarasha sukunat. Birinchi raundda va o'ng qo'l bilan kirib boryapti Latipov yaqin masofaga. Yaxshi o'ng qo'lda zarba, kuch bilan yo'naltirdi sezgan bo'lsangiz. Endi sinov muddati tugadi va zarbalarga kuch bag'ishlashni boshladi Jasurbek. Raundning so'nggi sekundlari va zarba bilan tugatib qo'yapti ushbu raundni Latipov. Hammasi joyida, yaxshi ishlayapti Latipov. Kubalik u qadar faol emas, u ham kutyapti. Qarshi hujumni o'z oldiga maqsad qilishgan shekilli. Kuba terma jamoasi vakillari o'zbekistonlik bokschilarning qanchalik xavfli ekanligini ular Olimpiadada ko'rishdi. Endi mana ikkinchi bokschidirki, O'zbekistonga qarshi finalda chiqayotgan, qarshi hujumda ishlayapti. Ushbu translyatsiyalarni amalga oshirishda UzReport TV bilan yaqindan hamkorlik qilgan do'stlarga minnatdorchilik bildirib o'tmoqchimiz, chunki bu translyatsiyalar amalga oshirilishi ancha katta mehnatni talab qildi. Bu borada UzReport TV nomidan Engelberg kompaniyasiga minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Albatta barcha hamkorlarga. Ikkinchi raund. Ishonch bag'ishlashga harakat qilishdi murabbiylarimiz Latipovga. Uning ko'zidan bilinib turibdi, o'ziga ishonchi yuqori darajada. Va Latipov tajribasi bor ekanligini jangdan bilib olishingiz mumkin. U aql bilan ishlayapti. Kuchni to'g'ri taqsimlayapti. Saroyda mana shu sport holda ko'plab muxlislar qo'llab-quvvatlashyapti. Ekran qarshisida esa millionlab tomoshabinlar hozir Latipov uchun jon kuydirib o'tirishdi. Yaxshi kombinatsiya, chap qo'l zarbasi bilan tugadi Latipov. Tezkor tarzda seriya ishga solindi. Yana bir seriya, bu safar qochib qoldi Vieita. O'ng qo'l. Vieita juda hushyor, ko'ryapsiz. Latipovning har bir harakatini o'qishga harakat qilyapti. Latipov ham o'qiyapti Vieitani, faqat Latipov yo'l-yo'lakay zarbalar ham beryapti. Yaqinlashyapti sekin-sekin Vieita ham. Latipov buni tushunib turibdi va qarshi zarba bilan uni kutib oldi. Hozir mana shu jarayonni yaxshi his etish kerak Latipov, ya'ni Vieita sal faollashdi, sal oldingiga nisbatan. Shunda ham juda ochiq boks ko'rsatmayapti. Va his etyapti Jasurbek. U ham qo'shdi biroz tezlikni. Bir daqiqa qolyapti ikkinchi raund tugashiga. Yaxshi seriya, tanaga keyin chap qo'lda bosh qismiga. To'g'ridan o'ng qo'lda. Himoyaga to'g'ri keldi bu zarba. Tanaga, keyin boshga. Qo'lni yuqori tutib turibdi Vieita. Time out, nima bo'ldi? Oshi yorildi shekilli. Kubalik bokschini 37 sekund qolyapti ikkinchi raund tugashiga. Latipovga saroydagilar dalda berishga harakat qilishyapti. Yana bir yangilikni siz
sizga raund tugagandan keyin aytib o'taman. Hozir birin diqqat bilan kuzataylik ikkinchi raund so'nggi sekundlarini. Hujum tashkil etdi Latipov. O'ng qo'l zarbasi to'g'ridan aniq zarba bosh qismiga. Chayqaldi biroz, chayqaldi. Vieita tezda o'ziga kelib oldi. Latipov esa to'xtamayapti. Latipovning mana shu taymingni yaxshi his etishi ish beryapti har bir jangda. Qachon faollashishni, qachon masofani ushlashni, qachon sekinlashishni bilyapti. Yana bir urinish, yana bir kuch bilan yo'naltirilgan o'ng qo'l zarbasi. Ikkinchi raundda mutlaq yetakchilik qildi Jasurbek Latipov. Qo'ya. Yaxshi ish olib bordi. Boshini yordi raqibining. Yangilik shundan iboratki, Rahmatjon Ro'zoqunov murabbiylar shtabi vakili bir kun avval AIBA tomonidan tashkil etilgan majlisda qatnashdi. Majlisni AIBA prezidenti doktor Vu o'tkazdi va bu majlisda Xalqaro olimpiya qo'mitasi vakili ham qatnashib, keyingi Tokio olimpiadasida ayollar boksiga yana ikkita vazn toifasi qo'shilishi ma'lum bo'ldi. Avval 3 ta vazn toifasi bor edi, yana 2 ta toifa qo'shildi va terma jamoalarga ana shu toifalar bo'yicha sportchilarni tayyorlash tavsiya etildi. Kvotalar boksga ko'paytirilyapti bu orqali. Yana 3 daqiqa ishlab bersang jahon chempionisan degan ko'rsatma berildi. Ketdik. 3 daqiqa haqiqatdan ham Latipovni to'xtamay qo'llab-quvvatlang, siz ham buni his etadi. Yaxshi o'ng qo'l bilan boshladi Latipov hujumni. Vieita faollashdi biroz. Tanaga aniq zarba, bosh qismiga aniq zarba, faqat hushyor bo'lish kerak qarshi zarbalardan. So'nggi raundlar ahamiyatga ega. Yaxshi o'ng qo'lda kirib bordi Latipov, o'rta masofada zarba. Ochiq boks, mana bu yog'iga ochiq boks ketdi. Vieita tashabbusni boy berayotganini his etyapti va bu orqali Jasurga ochiq boks taklif etyapti. Balki hozir Latipov endi raqibni qarshi hujumda kutib olgani yaxshiroq. Ikki daqiqa. Yaxshi. Muhimi faollik. Ushbu vaziyatda xususan Vieitaga ochilishga imkon bermaslik. Yaxshi kutib oldi Latipov. Tezkorlik Latipov tomonida. Ikkalasi baravar zarba berayotgan paytda Latipovning tezligi ilgarilab ketayotganini o'zingiz ham ko'ryapsiz. Bo'lish kerak mana bu yerda. Aynan hujumni tugatgandan keyingi jarayonda ehtiyot bo'lish kerak. Yo'q, knockdown ochdimi? Sirpanib ketdi-yu nariga oyoq. Knockdown ochishga qaror qildi referi. Bu albatta biz uchun unchalik yaxshi holat emas. Ammo yaxshi o'ng qo'l. Darhol javob qaytarish kerak Latipov. Bo'shashma Jasur. Bo'shashma. Oxirgi daqiqa qolyapti. Kayfiyatni tushirmaslik kerak knockdowndan keyin. Bu hech narsani anglatmaydi. Ishlashda davom etamiz. Sekund vaqt qolyapti jang tugashiga. Vieita oldinga intilyapti. Latipov esa qarshi hujumda kutib olyapti. Yaxshi zarba uzoq masofada cross yo'lladi. Chiroyli qilib yakun taqdim etsa, hozir Latipov boyiga vaziyat ortda qoladi. 10 sekund. Yana bir cross. Va jang tugadi. Jang tugadi do'stlar. Endi qarorni kutamiz, chunki ochig'ini aytganda bunday holatlar ko'p bo'lyapti. Biz aniq ishongan holatimizda qaror boshqacha bo'layotgan, shu sababli keling kutaylik shu qarorni.
Birinchi, ikkinchi raundda Latipov toza ishladi. Deyarli har bitta vaziyatni o'z foydasiga hal qildi. Mana bu yerda, mana bormi yo'qmi knockdown o'zingiz hal qiling. Yana bitta takroriy lavha ko'rsatishsa yaxshi bo'lardi. Narigi oyog'i sirpanganini ko'rgandek bo'ldi. Mayli. Fakt o'zgarmaydi. Hisobni ochib yubordi. Referi Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision. In the red corner. Afsuski, Kuba terma jamoasi vakili Yozbani Vieta oltin medalni qo'lga kirityapti. Ushbu turnirda o'z texnikasi bilan, mahorati bilan hammani e'tiboriga tushgan Jasurbek Latipov esa kumush medaliga sazovor bo'lyapti. Keling, Jasurbekka ham o'z tabriklarimizni yo'llaylik, chunki u chiroyli janglar o'tkazdi, finalni ham yaxshi o'tkazdi. Shu oxirgi raunddagi holat birozgina pan berdi. Tan olish kerak, oxirgi raundlarda o'sha bosimni oxirigacha yetkazish kerak. Oxirgi raundlar hakamlarga ko'proq ta'sir o'tkazadi. 52 kilogramm vazn toifasida taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Olqishlar bilan kutib olamiz. Kumush medal sohibi bu vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Jasurbek Latipov. Bilasizmi, u yuksak natija egasiga aylandi. 3 ta jahon chempionatida medal olyapti. Bu ham hammaga ham nasib etmaydi. Buning ustiga orada yana bitta jahon chempionatida qatnashmadi. Dohada 2011-2013-yil medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, mana endi 2017-yilda. Shunda 2013 kumush, 2011 bronza, 2017 esa u yana kumush medaliga sazovor bo'lyapti. Taqdirlash marosimida bokschilarga medallar va sovrinlarni Germaniya boks federatsiyasi rahbariyati topshiradi. Inkyu Kim bronza. Yarim finalda Latipov aynan mana shu Kimni mag'lubiyatga uchratgan edi va jangdan keyin Latipov Kim bilan yaxshi do'stona munosabatda ekanligini ham bildirdi. Kim yaxshi yigit deb aytdi Latipov. In finals, bronze medal winner aus Russland, bronze medalist representing Russia, Tamir Galanov. Rossiya terma jamoasi o'z hisobiga bronza medal yozib qo'ymoqda 52 kilogramm vazn toifasida. Tamir Galanov. Kumush medal O'zbekiston terma jamoasining tajribali bokschisi Jasurbek Latipov. Uni tabriklaymiz. Ustozlarini, ota-onasini, federatsiya vakillarini birinchi o'rin bo'lish kerak edi deb Shohsupaning yuqorisini bir tegib qo'ydi. Ammo Jasurbek finalda munosib tarzda harakat qilish bu g'alabaga teng gap. Biz albatta bu natija uchun aytishimiz kerakki, Latipov katta ishni amalga oshirdi, intildi va bu juda katta mehnat talab qildi. Latipov mana shuncha vaqt davomida barqaror natija qayd etishi Latipovni chin dildan tabriklaymiz. Va Yozbani Vieta oltin medal. Ko'rinishidan g'alaba qozonganga o'xshamaydi-yu. Ammo o'sha 3-raunddagi faolligi unga mana shu oltinni keltirdi.